Hi everyone, welcome to Thai Language Training Center, a video classroom, and today we will learn new concept English book 2, lesson 25, do the English, speak English. Alright, sağdaşlar yaxshimizlar. Bugungi darsimizda Angliyaliklar ingliz so'zlamdi degan temada bugun bir dars ekan. Bu xuddi hamda Uyg'urlar uygurca so'zlamdi degandek gap hamda. Bu temiz turlamamda aytay qiziqarliq. Endi bugungi bu darsimizda bir avtor Angliyaga berib nim qilgan bir kechirmishlari bor ekan. Shuning so'zlamoqchi. Aniqda men sizlardan bir necha savol so'rab boqay. Javob berib boqinglar. Agar javobni yozishga bersangiz. So, have you ever been abroad before? Or have you ever been away from your home? Sağdaşlar, chet elga chiqib boqqanmi yoki masalan uyingizdan chiqib jiloq bir orliqlarga berib boqqanmi? So, if you did, so where did you go? So, where did you go there? Did you go to America or England or anywhere? Okay. Balki menda shu inglizligini paqqan sağdaş balki chet elga chiqqan yoki shu yerga berib boqqan bo'lsa, ma'lum qiyinchiliklar uchraydi. Bu nima desanglar, siz gap qilsanglar, boshqa tushunmay, uning gapini siz tushunmay. Garchi o'xshash ingliz so'zlayotgan bo'lsa-mu, lekin tushunishmaslik. Endi buning sababi nima desa, balkim siz so'zlagan shu ingliz tiliniki talaffuz o'lchamida bo'lmasligi mumkin. Va yoki xato gap qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Va yoki bo'lmasa nima desanglar, shu sizlar borgan shu yerliklarninki yerlik har xil shivs bo'ldi. Mesela Angliyaning 10 xil o'xshamaydigan shivs bo'ldi. Okay, endi buning keng o'lchamdagi Queen accent deydi. Queen accent degani bu shu Londondan. Aniq bu shu BBC xabarlar bor-ku. BBC xabarlarini bevosita ulab taqatgan shu xabarlarni shu BBC danlarning ovozlari naqa shu Angliyaningki standard accent bo'ladi. Shular nima desanglar o'lchamlik shu talaffuzi. And American'ın çoğursanglar, American'ın VOA deymiz, Voice of America şunama. Onun dikenden CNN şu yakima Obama'nın avazı. Ne Obama'nın avazı ise Amerikan İngilizce'ndeki en ölçemlik very perfect and standard accent. Yani şunun okşaş şiveler. Şunun okşaş hem de belki şu okşamagan şiveler tüpeyalın bazılık manaciyette okşamaslığı mümkün. Şu bugünkü tekstdə şuna sözləndi, həm də şuna qızıqsanlar. Şu bizdənki təqim davamı diqqət qısanlar. Onundakı yeni bir sual var. You know, someone likes traveling by train. So where should you go if you want to take a train? Okay. Həm də məlum bir kişi məsələn poyezdla səyahət qılırsan. Həm də poyezdla səyahət yaxşı qılğan adam nəyə veriş kerak? Of course, a railway station. Yaki train station. Şunama? Al şu poyezdla yakın bir götürüş için ne görüş gerek? Railway station or train station. Şu yakı görüş gerek. Anlaqda bugünkü dersimizdenki yeni sözlükleri yaptık sağdaşlar. Hoş emse ama yeni sözlüklerini günüp öteyle. New words. Hoş hem de birincisi. Birinci sözüm ekan. Sana look at it. You know, she is Korean. Qarasanglar bu keyingi kechakdan bilib olish bo'ldi shuni ama u nalik bola she is Korean. Good, she is Korean. Korean is also foreigner. Okay, a foreigner. Agisanglar foreigner. All right, foreigner. Okay, foreigner deganimiz nima? Agisanglar a person who comes from another country. Başka bir devletten gelgen kişinin deyimiz, çetellik deyimiz ama hayaki ecnebi. Ecnebi de koyumuz ha. Nima foreigner. Okay, anladın mı? Yani foreign degenimiz çetellik degen gap. Mesela foreign country çetel. Mesela Amerika olsa Amerika çetel. Hem de köpünç sağdaşlarının kalısını neyken hem de şahsen meninki biz çetel desem birinci olab Amerikalı mı keletço. Xuddi hem de şu çetel dese bu Amerikalı çetel dekço başka tazlara qilmagan davlatlar çetel emas dekço. Degan şu foreigner degeniz çetellik. Balkim jiqlarning qalisi çetellik desa xuddi şu Amerikalı, Angliyalik, Avstraliyalik bir qadar taraqqiy qilgan davlatlarnikilar şu çetelliklar ko'rindi. Shunami? Demak har qanday ishda shuningki eng yomoni, eng kuchliki naq shuningki vakili bo'ladi. Demek ki İslam'ın şu konu ma'lum qanday bir sahibi olsa,
İntan yaman bolsanlar, birinci şu sahne gibi çıksa başkalarının kallasına nakş şu keladi. Şoňa adatga adam bolup kalmaslyk gerek. Çokum kanda desaňlar şu sahanyň serkisi bolaş gerek. Şunama foreigner. Hoş hem de foreigner degen go chet ellik. Anda chet el degende foreign country dedik. Ýakny mersaňlar abroad. Abroad degende nima dep? Masalan go abroad, study abroad dep öňgenler. Şunama go abroad ýa-ki study abroad. Ýakny overseas. Look at this. You know, she is Indian. Right? O bolsa nälik? Hindistanlyk. Okay, Hindistanlyk. Ansma jumla qaraňa. They are not Chinese. They are foreigners. Ular jungoluk emas. Ular chet ellik. They are not Chinese. They are foreigners. They are foreigners. Ular nälik? Ular chet ellik. Ular chet ellik. Kingsley mersaňlar one apple. Okay, one apple. Endi bu ýerki one apple degenimiz nima? Bir olma, bir tal olma nim deymiz. Desaňlar one apple. Okay, one apple. Anaqda manada ýani bir neçe tal olma turdy. Demek bir neçe tal olma degençe several apples. Okay. Bir tal was one apple, several apples. Okay. Ýa-ki nimsek bolar couple of apples desek mi qanday desaňlar bolar arkadaşlar. Okay, several apples. Demek hem de several degenimiz bir qancha. Şu 4, 3, şu bir qanchalar hemde. Endi elbetde bek jiq emas şunama. Şuna several deymiz, ha. Masalan bir qancha adam, several people, şunama. Mening bir qancha sababim bor. Bir qancha sabab şu. Then name is several reasons. Oh, I've got several reasons. I'm bir qancha degendik. Okay. I have met him several times. Men onun bilan bir necha qitim qana qildim? Yüz görüşdüm. I have met him several times. Okay, several times. Xo'sh. Ens qarab angla. Look. What is she doing? She's wondering. Okay, wonder. Okay, the name is wonder. Wonder. And the wonder thing is want to know something. The birincisine bilgisi var degan gap, ha? Wonder. Masalan, she wonders why her friend didn't come here. Onunki dostlarının nimishqa kelmaganini bilgisi var. Nimishqa bu yerga kelmaganini qanday qilgisi var? Bilgisi var. She wonders why her friend didn't come here. And onunki nimishqa dostlarına bu yerga kelmaganini qanday qilgisi var? Bilgisi var. Demek hamda mishada her friend o dostlari zaka nimishqa bu yerga kelmaydi deb qanday qilib aytibdi mishada. Shuni bekrek qanday qilsa ekan, bilgisi bor ekan. She wonders why her friend didn't come here. Didn't come here. Good. Endi bu yerga wonder degan yana birisi nimish qilishini bilmaslik bo'lsin. Bunda ongli qildan qilib qilish. Okay. Masalan, the little girl lost his cell phone, and he wondered how she tells his mother. Okay, and o apsıga qandaq buni aytishni bilanmay turib qoldi. Okay, how she tell his mother. Her mother deganda ka. Onadagi wonder'ni yana bir ma'nosini men aytsam mo'jiza degan gap. Masalan, 7 wonders in the world. Okay. And the dunyodagi necha mo'jiza? 7 cho'ng mo'jiza. 7 wonders in the world. Az qaysi 7 mo'jizasi arkadaşlar? Okay, ma savol sizlar qoldirib qoldi. Ana bu 7 mo'jizani tepib bo'lsam shu shippingni ko'rganlar menga aytib bersizlar. Bilammi? Okay. And the ma'ni ekan bular real way. Okay, nima? Real way. All right, real way. What about this? Next one is Korean.
Indian, Japanese. It means they are foreigners. Okay, it means they are foreigners. Korean, Indian, Japanese means they are foreigners. Okay, what about this? This is cereal. Okay, cereal apples, right? Bir qancha shnami cereal. What about this? This is porter. Okay, porter. Xo'sh, bu yerga porter deganimiz nima? Yuk to'shig'uchi. Masalan, mehmonxonalarga darvozadan kirganda yukni to'shib nima qilgan porter yoki bekatlarga bilet tekshiruvchi yoki shu yuk to'shig'uchi odamni porter deymiz. Port degan port shu bolalar. Iorni qasaq shu portchi. Ilgari kamda portlar ishilgan ammal deymiz-ku. Yuklarni to'shib, parqit chiqarib, parqitdan tushirib shu odamlar porter degan. Hamda hozir nima desam shuni? Porter. Naqizchaqcha wonder why. Wonder. Good. Text. Hamsa textimizga shundaq bir diqqat qilsak, read the text and find the answer. Read the text and find the answer. Before you read, listen carefully. Arkadaşlar, o'qishdan burun nima aytdi? Zehnimizni qo'yib diqqat qilib olsanglar. Listen. Lesson 25. Do the English speak English? First listen and then answer the question. Why does the writer not understand the porter? I arrived in London at last. The railway station was big, black, and dark. I did not know the way to my hotel, so I asked a porter. I not only spoke English very carefully, but very clearly as well. The porter, however, could not understand me. I repeated my questions several times, and at last he understood. He answered me, but he spoke neither slowly nor clearly. I am a foreigner, I said. Then he spoke slowly, but I could not understand him. My teacher never spoke English like that. The porter and I looked at each other and smiled. Then he said something and I understood it. You'll soon learn English, he said. I wonder. In England, each person speaks a different language. The English understand each other, but I don't understand them. Do they speak English? Alright. Hamsiballah. Anlab bo'lgan bo'lsanglar, hamsima tekstni bir qisqagina, tizigini bir qadam o'qib o'tgandan keyin, o'sha tekstga intayin muhim nuqtalarga bir kelsak, xo'sh, nima? Do the English speak English? Angliyaliklar ingliz so'zlamdi deydi, qiziqarliqgina. Alright. I arrived in London at last. Okay, men oxir Londonga yetib keldim. I arrived in London at last. The railway station was big, black, and dark. Hamda mushu poyezd stansiya, a railway station, poyezd stansiya. Yaqin desak bo'ldi, train station. O'xshasha, nima desanglar bo'ladi bolalar. A railway station desak bo'ldi, train station was big, black, and dark. Inta yo'g'on, qorong'u, black qarangu idi. I did not know the way to my hotel. Okay. Endi men mehmonxonaga boradigan yo'lni bilmaydim. Endi men the way to my hotel. Mehmonxonaga boradigan. Endi mehmonxonam degani endi bolalar. Shagirlik oldin zakaz qilgan, turishni planlayotgan mehmonxona. Hargizmi o'zinglar mablag' solib ochgan mehmonxona emas, yerga. So I asked a porter. Shunglashqa men bir ammaldan hasharaka juk to'shug'ichidan so'dim. Demakchi, mehmonxonaga qanday bordi degan ekan. I not only speak English very carefully, but very clearly as well.
Men ingliz tilini intayin ehtiyotchanlik bilan so'zlab qolmasdan, balki yana intayin aniq so'zladim. The porter, however, biroq porter could not understand me. Meni tushunmadi. I repeated my question several times and at last he understood. Men savolimni bir necha qatim takrorlagandan keyin, undan keyin bu amal yuk to'shig'icha oxirandan mening gapimni tushundi. He answered me, but he spoke neither slowly nor clearly. Endi u mening savolimga javob berdi, lekin u ya ost so'zlimda ya aniq so'zlimadi. I am a foreigner, I said. Voy men chet ellik. Men dedim. Then he spoke slowly, but I could not understand him. Nima? Undan keyin u ost so'zildi. Lekin men qanday qilaman, uni tushunamadim. My teacher never spoke English like that. Mening muallimim azaldan undaq so'zlamaydi. The porter and I looked at each other and smiled. Endi bu amal bilan men bir-birimizga birdas qarashib turib banda qanday qilib kulimsirdim. Then he said something and I understood it. Undan keyin u bir narsa dedi. Ondan men uni tushundim. You will soon learn English. İngilis tilini laqamay bilib qolasiz. He said, o dedi. I wonder. Mening bilgim bor. In England, each man speak a different language. And har bir odam o'xshamagan tilda so'zlaydi. The English understand each other, but I don't understand them. Endi bu chet elliklar inglizlar birisi-birisini tushundik, lekin men ularni tushunmadim. Do they speak English? Ular inglizcha so'zlamdi. Do they speak English? Okay. Xo'sh, hamsa look and guess. Hamsa ma'solar javob berib qo'yinglar. So what was the young man taking? What was the young man taking? Wallah, bu yosh yigit nimani ilyapti? What was the young man taking? Of course, it's a suitcase, right? So what is the old man? Okay, what is the old man? Yashangan nima ish qilganda sizlarcha? Okay, nimada porter deb tushunama. So what do you think was the young man asking? What do you think the young man asking? And the young man nimani so'rayapti savolashlar? Asking the way to his hotel, right? Okay. So could the porter understand him? A porter. Uning gapini tushuna oldim balla boy tekstga satsan. Could he or could not? Okay, couldn't, right? Could the man understand the porter? Bu porterning gapini odam tushuna oldimi man? No, right? So what did the porter say finally? Okay. And you will soon learn English. Nima? Siz uzoq qolmay qanday qilsiz ingliz tilini bilib qolasiz. Okay. Can the young man understand them? Bu young man ularni tushundimi? Can the young man understand them? Bu inglizlarni tushundimi? No, right? Okay. Hamsa, ma bir necha savollar bor ekan. Savollarga bir javob berib beringlar. Okay, where did he arrive? Okay, where did he arrive? And u nega yetib keldi savollar? Abtur. Okay, he arrived in London, right? So what did he ask the porter? Now, amaldan nimani so'radi? Okay, he asked the way to his hotel. Okay, another one, could he understand the porter and why? Could he understand? Yes or no? Maybe no, right? He couldn't because his teacher never spoke like that. Okay. Okay, read and choose. So what was the railway station like? I'm saying, text qarab turib javob bersalam bo'ldi. A, small and black. B, big and dark. C, it doesn't say. And then bu shu poyezddan chiqqanlar aqtiballa. A mo, B mo, C mo? Which one? Okay, it's B, right? Big and dark. Another question, how did the man speak English? How did the man speak English? A, carefully and clearly. B, carefully and quickly.
See, it doesn't say. O berilmagan deydi. Qanday so'zlaganda? Albatta nima? B. He not only spoke carefully, but also very clearly as well. Okay. So how did the poor speak English? A. Neither carefully nor slowly. B. Slowly and carefully. C. It doesn't say. Qaysi? Okay. Neither carefully nor slowly. Ya bir ihtiyaçlılık mı demez? Ya tiz aslı demez. Ne ben? Belki tiz sözler düşünemem. So was it the first time for the man to go to London? Was it the first man? Yes, it was. B. No, it wasn't. C. It wasn't saying. Slanancha writing tunji qatamliq ma? Okay, no, it wasn't. Okay, it wasn't. Unda emas, nima? So, do the English understand each other? Okay. Yeah, they do, but I don't understand them. Okay, anda bu dersimizningki language focus. Şu muhim bo'lgan til nuqtasi degan qismiga bir qarab baqayli. Alright, ansiz qarab baqirgan bo'lsak, savodashdan majumni qaranglar. Okay, bu nima desanglar? I arrived in London at last. Okay, endi bu yerga arrive degan yetib kelmak, shunami? And arrived deganimiz yetib kelmak, and arrived in. Okay, endi bu yerga time muhim bo'lgan nuqta arrived in. Okay, endi bu yerga in deganimiz hamda ko'pinchisi ma'lum bir cho'ng doiralar keladi savodashlar. Demakki bir cho'ngroq o'rinlar keladi. Masalan, I arrived in Beijing. I arrived in Urumqi, Kashgar. Masalan, shaharlar, misol qilsak Qashqar deymiz. Masalan, Qashqarniki doirasi intayin cho'ng. Hargizim bir nuqta emas, kichikgina bir o'rin emas, bir konkret o'rin emas, cho'ng bir doira. Demak, endi bu shunday cho'ng doiralarga odatda in ishlatamiz. O'rin bo'landa va yoki vaqt bo'landa o'xshashdan nima desanglar, in degan shu bir doirani ko'rsatadi. Masalan, I arrived in Kashgar. Okay, I arrived in Urumqi degan shu bir doiraga. Endi bir konkret o'rinlarga ko'rsanglar, kichik o'rinlarga at ishlatamiz. Masalan, arrive at Beijing railway station. Arrive at school. Arrive at the hospital degandek. Demak, endi ma o'rinlarni bersam, masalan, doktorxona bo'lamdi, hospital shunama, school, maktab bo'lamdi va yoki bekat. Bu shaharga nisbatan kichikroq o'rinlar. Demak, endi ma'noga at keladi. Demak, endi bu yerda arrive in, yana birisi arrive at. Okay, arrive in, cho'ng o'rinlar, arrive at, kichik o'rinlar keladi. Shuna savodashlar hamishaga arrive in, arrive at, mushunga alohida diqqat qilamiz. Arrive in, arrive at. Okay, arrive in, yana birisi nima? Arrive at. Arrive at. Okay, endi bak keyingisi nima desanglar? At last. Okay, at dota last oxiri. Yo, oxiri yetib keldim men Londonga. Shunami? Demak, at last deganimiz oxiri. Okay, demak in the end, yoki nima? Finally. Okay, I finally arrived in Beijing. Oh, sorry. I finally arrived in Beijing at last. Oh, yo, oxiri demakchi, ishqib bir ishning oxiri degan in the end, yoki finally. Okay, finally. Amsa men tarjima qilib beringlar. Yo, oxiri men topshiriqni ishlab bo'ldim. Bu nima? I finished. Agar oxiri. Endi u bo'lsa, men nima jumlamizda u shunami? U oxiri bu topshiriqni ishlab bo'ldi. Demak, hamda he finally finished his homework at last. Okay, demakchi at last. Okay. Masalan, yo oxiri men kitobni o'rganib bo'ldim. Okay, tugatib bo'ldim. Ammo shu yangi o'quv inglizcha ishini o'rganyapsizlarmi? O'rganib bo'lgandan nimasidan aytib bir xursandlik. Oh, I finished this book at last. If I finished this book at last. Demak, at last deganimiz oxiri. And I did not know the way to my hotel. So I asked a porter. Okay. Shunlashqa. Kimdan so'radim? Men bir porter. Porter deganimiz hamda nima desanglar? Amma shunami?
Demek endi bu yerga ochiq so'z nima desanglar? The way to. Okay. Endi the way to deganimiz ma'lum bir o'ringa boradigan yo'l. Masalan, the way to g'oya. G'oyaga boradigan yo'l. The way to itqa. Itqaga boradigan yo'l. Okay, the way to Xinjiang University. Xinjiang Universitetiga boradigan yo'l. Okay, endi bu jumlaga qarab qo'yinglar. Bu jumlaga kim tarjima qilganlar? Bu shu g'oyaga boradigan yo'lni deb beralamsiz. Nima endi deb beralamsiz deganicha? Can you tell me? Shunami? Can you tell me the way to g'oya school? Okay. Endi g'oya maktabiga boradigan yo'lni deb beralamsiz. Degan bo'ldi. Can you tell me the way to g'oya school? Degandek. Demak, the way to deganimiz ma'lum bir yerga boradigan yo'l degan gap. Okay, endi bu yerga so bilan boshlanadi. Okay. Masalan, gaga og'rib qoldi. Shunglashqa o pektak bormidi. Okay. Endi bu yerga so deganimiz shunglashqa. Okay, endi bu nima desanglar? Gaga was ill, so he didn't go to school. Shunglashqa o qanaqa qilmadi? Maktabga bormadi. Okay, maktabga bormadi. Xo'sh, endi bu hikoyani retell qilib beringlar. Endi savodoshlar qaranglar. Buningki nima qaraydigan bo'lsak, bu yerda sizlarga intayin bo'yin bo'lgan bir necha asıltırgan bir necha rasmlar bor. Ama shu rasmga asosan qanday qilsanglar nima qilsanglar bo'ldi. Okay, qaranglar. Arrived in at last. I arrived in London at last. The railway station was qanday? Big, black, dark deganlar. Shunami? And the king's name and I did not know the way, blah 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 blah. So I asked, I not only but as well, and that I not only but deganda unda qilib qolmay yana qanday qildim? Okay, and degandek. King's show. Okay, however, the porter blah 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 but could not. Demak anda mishada mushlarga sağlaşmasın. Repeat it, and I have repeated several times and at last. Okay. Nima? Mushtanga aytishda benglar. Macho. But spoke neither nor said then. Okay, endi mushni ko'raman bola. Agar bu shu yodlash intan yaxshi bir yordamchi. Ba'zi o'zingni yodlab faqat esingda tutolmagan ochiqqushliq so'zlarni cho, shu tartib bo'yicha yozib, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi deb tartib bo'yicha yozgandan keyin mushtunga asosan qilsanglar, qanday qilsanglar, intan yaxshi bo'ladi. Qarangchi, I looked at and smiled, then blah 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 blah. Okay, oxir qanday o'ylarsanglar degandek. All right. Okay, answer bugungi darsimizningki grammar focus degan qismga keldik. Answer bugungi grammatik nimaki? Qaranglar. Endi bu ikki jumlani ulash. Masalan, go along this street and you will see a church. Mushu boyini bo'ylab, mushu yo'lni bo'ylab mansildira siz bir chirkovni ko'rishsiz. Okay. Endi bu yerga and deganimiz nima desanglar? Bu shu ikki jumlani bog'lovchilik rol o'ynaydi. Okay, bog'lovchilik rol o'ynaydi. Demak, bu anddan oddiy bir nima desanglar, bir birikma jumla yoki bir ulanma jumla qanday qildi? Asl bo'ldi. Demak, endi bu ikki oddiy jumlani endi bir andni qatish orqali bog'lab qo'ydik, biriktirib qo'ydik, shunami? Masalan, he was ill for a week and he ate nothing. Okay. U aptcha qanday bo'ldi? Og'rib qoldi hamda u hech nima qanday qilmadi, yemadi. Okay, demak endi o'sha and degan og'rib qolib hech nima yemadi demakdir, shunami? Demak endi o'sha oddiy bir and orqali o'sha ikki oddiy jumla biriktirib bir birikma jumla qildik. Birikma jumla qildik. Masalan, qaranglar, she can both speak and write Japanese. Okay, she can both speak and write Japanese. And bu yerga both deganimiz ishkilisning hammasi degan. Masalan, she can both speak and write Japanese. Ham yoza oladi, ham qanday qildi so'zlay oladi. Demak, endi bu yerga both deganimiz ham ishkilisining nimasi degan gap. Endi bu jumla qarab qo'ygan bo'lsak, nima? Both New York and London have a traffic problems. Demak, New York ham Londonda nima bor? Har xil qatnash masalalar bor. And the traffic problem. Demakchi ikkilisi both
Demek ki işkiliyse, herkes New York'tan bulup London'da bulmayla çok. Demek ki müşahede işkiliyse kanlar insanlar, şunun gayet mesele var. Mesela both he and his wife enjoy tennis. Okay, anda ne var insanlar? O hem onun ayağı okşaşlan kanlar işkiliyse kanlar insanlar, pek tenniske amrak, yakşın onda huzurlandı. Degen. Okay, anda müşahede ki, bat arkalık ulangan şu cümleni mülahazete qarapağınlar. Endi bana qarapaqsaq, mesela she's an excellent singer, but she isn't famous. Okay. O boz intan qaltis bir naqshchi. But she isn't famous. Demek endi o bir ahvolni qanaqa qo'yib bersanglar, o'zgartirib tushunaman. Garchi manda lekin manda. Okay. Mesela I like coffee. But I don't want one. Demek endi men qahvaga murat, lekin bir stakanni qanday qilganim hech kim yo'q. Lozim emas. Yoki xohlamayman degan gap endi. Demek endi mana bir narsa o'zgartirishlik nima deymiz? Ahvolni. Masalan, he gets a lot of letters, but she doesn't get many. Okay? Nima? She gets a lot of letters. Okay, u nurg'un xatlarni topshirib oldi, but she doesn't get many. Lekin u nurg'un topshirib olmadi. Okay. Demek ki müşarike, bat degan nima desanlar, jo'ncha. Bu nima desanlar, ahvolni manda o'zgartirgan. O'zgartish ma'nosi bor. Okay.